Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Fermaxona so'ragan og'aynilarimiz, xudo xolasa bugun 10-dekabr Xiva shahar Qosmobod shaharchasida 4000 metr yer maydonida joylashgan fermaxona sotiladi, og'aynilar. Xudo xolasa sizlarga hozir yo'ldan ham adresini ko'rsatamiz, kommentariyada lokatsiya qo'yib beramiz. Google kartadan adresini ko'rib, nerda joylashganini ko'rib, kelib fermaxona sizlarga ma'qul bo'lsa, sotib olsanızlar bo'ladi, kelishilgan holda. Qosmobod shaharchasi silikat zavodni orqa tarafida bu fermaxona. Obunachilar qaranglar, fermaxonaning adresini ko'rib boramiz. Bu yo'lga chiqsanizlar, to'g'rimda silikat zavod. To'g'ri o'tsangizlar metan zapravka. Ota yo'l aylanib ketdi o'ng tarafa. U Avaz-Dunayga ketadigan yo'l. Biz hozir bu orqa tarafdan Qosmobod shaharchasi 150 metrlik to'g'ri yo'ldan ko'pirib chiqib, Avaz-Dunay yo'luna keldik. To'g'rimizda silikat zavod, bu yon tarafa ketamiz biz. Yana ko'rib boraverasizlar adresni. metr 60'a 70 sel bir yanı 60 bir yanı 70 selkem bir tarafından opçu 4000 ekan bir yanı 60'dan selkem yoki 70'dan selkem. Xo'sh, og'alar bu yerda yana 4 dona boks salingan, fermaxona salingan. Xohlasanızlar 2 donasini o'rtasidan addeniyati bo'lib ham sotiladi ekan og'aynilar. Bu ortadan zabor örtürüp yarımına bundisine urtturup bir yandan aylanıp nergisine bununla aylanıp buna girse boladı ağala. Kolumda dokumentleri, kadastr hüccetleri bir de yine her bir bokuz 522 kvadrattan egen her biri şulanı. Her biri 522 kvadrattan. Her birinde 3 tane işikten var ağala. Hop. Köçesine karangla aldığından yağ ötken su akıp turuptu aldığında yine görevleriniz deyin. Bir yan taraftan geldik. Silikat zavodunun arka tarafı görevleriniz yine. Bir yandan fermaxona var. Ondan nergisen fermaxona. Bu fermaxonani bir yıl burun reklama koyuyordu, satılıyordu. O turar edi ağaynilar. Bunam eğer de turar kılaman desenizler, turar kılıp dokumentini doğrulasa boladı eken. İgesini açışı boyunca dokumentini turar kılıp beremen dediler. Gelişen halda dediler. Yaki gepleşip alaverasizlar. Kolumda yine dokumentleri. Hemesi dokumenti joyunda. Bemalol gelip görüp savdalaşıp alaverasizlar, xudo xolasa. Oldin yana zaborlari qilingan, betonlarni qo'yib zabor qilingan, darvoza qo'yilgan yana. Görevleringizni. Xo'sh, og'alar. Bu yerda bundan kichkina qarovulxona degan narsa chala qolgan, shunga diklaganlar bu yerni, og'alar. Skvajin qoqilgan ekan bu yerda. Xo'sh, bu yan tarafına maydonlik ekindikini eksangizlar bo'ladi yoki aldina ekindikini eksangizlar bo'ladi. Don boqami mo'ljallangan yoki mol boqmoqami planlashtirasizlar og'alar. Yine şifrlari, taxta nalarini ko'rishingiz mumkin. Şifr qilingan yana. Stoykalarni ber-berganlar o'rtadan 4 tona boks portichkalari qo'yilgan. Plastik ramladan, akvaramladan portichka qo'yilgan. Her birinde 3 tane eshik bor, demir eshiklar qo'yilgan yine. Şifrlari qilingan og'alar, görevleringizni. Hop, og'am aytishi bo'yicha 2 ga bo'lib olsalar ham bo'ladi, denni qilib dedilar. Masalan, ishorni o'rtasidan zabor aylantirib, zabor keladi, ishodan to'xtaydi zabor. Giboladidan bu yerda to'xtaydi. İkisini denni olsanızlar bo'ladi. Darvozani 2 ga bo'lib berib, 2 darvoza qilib, keyin bu yon tarafdan ham kelib, keyin bu yon aylaniladi-da. Bu fermaxona o'tiladi. Agarda bo'lib olaman desangizlar,
kattalik qiladi ber, kichkinaroq bo'lganda yoki yarısini berganda olar edim degan og'aylarimiz bo'lsa, ikkiga bo'lib ham beriladi. Ana. Bu yan tarafni ko'ringlar, mana pishgan kirishdan tumma deklator ekanlar. Uni ham ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtagan og'lar. Ana shunday pishgan kirishdan menimcha diklangan. O'zlaringiz to'liq kelib ustini ko'rib tekshirib olasizlar. 4000 metr. Yine demir darvozalar bor. Hammasida demir darvoza eshik qo'yilgan ekan. Xo'p. Ana görelaringiz arkasında 2 metrmi 4 metr deyimmi joy bor, beton qo'yilgan. Görelarinizda yana fermaxona, og'alar, narxi $75,000 aytilib turibdi. Kelishib beriladi. Dokumentini turar qilsam bo'ladi. Turar qilib beraman dedilar. Gaplashib olasizlar. Ekrandagi nomer orqali ana dokumentlarini ko'rsatdik. Kelib ustunda endi buni adi familiyasini hammasini ko'rsatish shart emas. Dokumenti bor. Ustunda kelib dokumentini ko'rib, tekshirib ana notariuslashaverasizlar, xudo xolasa. Narxi $75,000 kelishib beriladi. Dogovor barter, mashina barter hammasini gaplashib berasizlar nomer orqali ekrandagi. Kommentariyada lokatsiya bor. Toshkent lokatsiyani Google kartadan shuni ko'rsatib qo'yibmiz. Ko'rsatadi. Google'a girsangizlar. Birinchi kommentariyada silkasi turadi. Bemalol ustuna bosib kartadan ko'raverasizlar. Bu yan tarafina yo'qning narigi tarafi otizlik, yo'rincha kelganmi, nodir kelgan tarafini. Asa, hammangizning ishlaringiz omad tilaymiz og'alar. Videomiz foydali bo'lsa, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Kanalimizga yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammangizning ishlaringizga omad. Chorvadorlar bo'lsa omon desa, chorvasini baraka tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşguncha.